Erkak va ayol munosabatlari 6 bosqichdan iborat. Ko'pchilik 3-bosqichdan o'ta olmay ajralib ketishadi. Birinchisi shirinlik bosqichi. Hamma narsa shirin tuyuladi. 7-osmonda uchasiz. Bir-biringizni aybingiz ko'rinmaydi. Xafa qilsa ham tez kechirib yuborasiz. Ya'ni dopamin ta'sirida bo'lasiz. Ikkinchisi ko'zoynaklari yechiladi. Uni asl yuzini ko'rishni boshlaysiz. Sekin-sekin ayblar ko'rina boshlaydi. Sizni xursand qilgan ba'zi qiliqlar endi g'ashingizni keltiradi. Uchinchisi og'riq bosqichi. Hamma bir-birini aybini ko'rib, tanqid qilishni boshlaydi. O'rtada urush, janjal, kelishmovchiliklar, bir-birini xafa qilishlar ko'payadi. Bir-biridan zerikishadi. Ko'pchilik bu bosqichdan o'ta olmaydi, ayrilib ketishadi. Xiyonat ham aynan mana shu davrda bo'ladi. To'rtinchisi ulg'ayish bosqichi. Siz o'zingizni isbotlashni, haq ekanligingizni ko'rsatishni va kurashishni to'xtatasiz va o'z chegaralaringizni qo'yishni boshlaysiz. Mana shu bosqichda aynan o'z ustida ishlash boshlanadi, rivojlanish boshlanadi. Beshinchisi yelkadoshlik bosqichi. Bu bosqichda bir-biringizni tushunishni boshlaysiz. Sevgini o'rniga hurmat birinchi o'ringa chiqadi. Munosabatlarda iliqlik paydo bo'ladi. Oltinchisi haqiqiy sevgi bosqichi. Bir-birini asl yuzini ko'rgan va boricha qabul qilgan, bir-birini qo'llab-quvvatlagan, g'amxo'rlik qiladigan bosqich boshlanadi. Mana shu bosqichdan so'ng konfliktlar kamayib, munosabatlarda garmoniya boshlanadi. Endi esa sizga savol: hozir siz qaysi bosqichdasiz?